Agar siz mana bu narsalarni bilmasangiz, kelajakda ishingizni sun'iy intellektga olib qo'yadi yoki o'zingiz qo'lingiz bilan topshirasiz. Tadqiqotlarga ko'ra, odamlarning faktlarni eslab qolish qobiliyati 40% ga tushib ketgan sun'iy intellekt paydo bo'lgandan keyin. Bu nima degani? Bu odam miyasi arzon dopaminga o'rganib qo'ygan. Qanaqa qilib bize istalgan informatsiyani, istalgan ma'lumotni sun'iy intellekt biladi deymiz. Har doim qo'l ostimizda bu hamma narsani biladi. O'shaning uchun bizning miyamiz avtomatik eslamasa ham bo'ladi. Buni biladi deb avtomatik eslab qolish, faktlarni eslab qolish qobiliyati 40% ga tushib ketar ekan. O'shani yana natijasida uzoq o'ylash kerak bo'lgan, uzoq e'tibor talab qiladigan ishlarda fokus 3 barobargacha tushib ketgan ekan. То есть biz uzoq muddatli ishda qanaqadir fokus qila olmaymiz. Fikrimiz bo'linib ketaveradi. Chunki faktlarni eslab qolish qobiliyati 40% ga tushib ketgan miyada, miyamiz arzon dopaminga moslashib qolgan. O'shaning uchun sun'iy intellektni quli bo'lib qolmasligi uchun biz sun'iy intellektga o'zimizni ishimizni o'zimiz fikrlash topshirish kerak emas. Nabarot, biz asosiy mantiqiy fikrlaydigan ishlarni o'zimiz qilib, istalgan sohadagi mana shunaqa oddiy odam qilsa bo'ladigan ishlarni sun'iy intellektga qildirsak bo'ladi. Sun'iy intellektga qul bo'lib qolmasdan uni qulday ishlatish uchun sahifamga obuna bo'ling, men o'rgatib boraman.